bor, zamoksizi bor. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 16-mart, haftaning yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kuni ertalab 7 da bozor boshlanadi. Kunduzi 12 ga doğru bo'lyapti. Hozirgi vaqtda. Nech pul deyapsiz aka buni? Mashinlarimiz 15 ming so'm. 15 ming so'm aka, mana shu materiali nima aka buni? Lacoste ekan. Balandga ko'taring ana shu. Ha, ana. Bu ko'rnisi nimaligi mana. Patsvetlari bor. Bo'yiga uzun futbolka ekan lekin kalta bas. Yo'q, yaxshi, normallar. Zo'r aka. Mo'lalar shuni rasvetkasimi? Rasvetka mashinlar. Va zamoglisi nech pul zamoglisi? Bular 16 ming so'm. Bular 1000 so'm zamogini hisobiga 1000 so'm. Ha, 16 ming so'm, bu 15 ming so'm. 15 ming so'm. Keyin bu dona sotiladimi, pachka sotiladimi? Shuni ham ochiq qilib qo'yaylik. Donasiga ham bor. Qilaveramiz. Aynan shundan donaga ham bor. Aha, pulini ozgina o'sha 1000 so'm nima bo'ladi? Ha, donaga 1000 so'm qimmat bo'lar ekan. Shuni ham tushuntirib qo'yaylik-da, zo'r. Mana shu mahsulotlar donaga ham, pachkaga ham sotilaveradi. Zamohlisi 16 ming so'm, donaga bo'ladigan bo'lsa zamohlisi 17 ming so'm. Mana ularni 16 ming so'm donaga, pachkaga 15 ming so'm. Material Lacoste. Razmeri qanaqa buni? 52 dan 56 gacha. 52 dan 56 ga doğru razmer. Xohlasa chiqarib beraveramiz, yetkazib beramiz. Endi mana yoqalilari qanaqangi aka buni? 20 mingdan bular. Bular 20 ming so'mdan pachka narxi. Aha, 20 ming, 21 ming shuna nima bo'lyapti? Lekin donaga yo'q bular. Mana shu aynan mana uchoq ko'rinib turgan narsa donaga sotishmas ekan, buni pachka sotishar ekan. Pachkada 3 ta bo'ladi. Razmeri nechta? 60 gacha. 56 dan 60 ga doğru razmer. Pachkada 3 tami? 3 talik, aha. Pachkada 3 ta. Material nima buniki? Lacoste bu ham, xuddi shu material bu. Lacoste material ekan. Xo'p, nomeringiz necha aka? 90lik. 90lik 508 508 62 62 30. 30. Telefon qilaverasizlar. Hozir ham telefon qilaverasizlar, lekin kechasi dovdirab telefon qilib yurmanglar, o yarim kechasi. Har xil odam bor-da, aka ham hozir kulib turibdi, qattiq gap borib arishi mumkin, ha? Kechasi endi hamma dam oladi. Ha, bu odamlar uxlaydi kechasi. Xitoyliklar bas. O'zbek odam. Xitoyliklar bo'lsa uxlamashi ham mumkin-da, kechasi ham vang vang deb chang-chung deb o'tirishi mumkin. Xo'p, sog' bo'lasizlar.